Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar va podpischiklar, Biz Globalizer muxlislari, akalar, hozir yengili, xudo xolasa, Yevropaga okamizdan viza chiqdilar. Mana birgalikda kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Qani oching, aka, surprizni. Qani nima bo'ldi mana? Do'stlar ko'ryapti, bu yerda dushman yo'q, aka. Do'stlar ko'ryapti. Yaqinroq kelyapti. Ya'ni bismillah, ana. Tabriklaymiz, aka. Aka, to'g'risini aytmayapti, akalarimiz bor, ukalarimiz bor, singillarimiz, opalarimiz bor-da. Necha oyda chiqdi? Nima bo'ldi? Qanaqa to'lov qildingiz? To'g'risini ayting. Bir so'm oldin to'lov yo'q. 4 oyda topshirganimga 4 oy bo'ldi. Topshirganimga 4 oy bo'ldi. Bir so'm to'lov yo'q. Dilshod akaga, Jahongir akaga rahmat. Biz Globalizer firmasiga. Sog' bo'lsin, aka. Mana xudo xolasa, akalar, bu 22 ta odamimizdan mana pochini bugungi birinchisi chiqdi, akalar. Xudo xolasa, qolganini sekin davomida ko'rasizlar, akalar. Pastdagi raqamlarga telefon qilinglar. Yevropa, Koreya, xohlagan joylarga qilib beramiz. Faqat bizga ishonsanglar, biz sizga ishonib, albatta viza qilib beramiz. O'zingizlarni ehtiyot qiling. Har doim Biz Globalizer bilan birga bo'lsanglar, ishonchinglarni oqlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Havola ochildi, yo'linglar ham ochiladi. Salomat bo'linglar.